Tog'alar bu mashinani ko'rmasanglar bo'lmaydi. Phaeton V9 eng so'nggi yangi modeli. Diskalariga e'tibor beringlar. Odamcha bo'lib qolamiz. Buni yonida bor. Mana dugalari qo'shildi. Ichlarida mana bu yerda shunaqa funksiyasi bor. 360 kamera mana bu funksiyasini ko'ringlar. O'zi chiroyli tushadi. Narvoni nima deyapman? Bemalol bosib chiqsa bo'ladi. Jo'tkami? Sekin joyga qo'yib qo'yasiz. Faralari o'zgartirish kiritilgan. Ichlarini ko'rsataman. Mana bu narsalari qo'yilgan mana. Ichini ko'ringlar, buni ichini. Men bir narsa deyolmayman bunga. O'zgartirish. Bu eski V9 dan ancha o'zgarish kiritilgan. Даже passajirskiy ham elektrический qilingan. Ichlariga juda katta mehr ketganmi deyman. O'zimga ham yoqib qoldi. Buni eng zo'r nimasi panorama bor. Luk ochiladi. Chukki. Ochingda shuni, ochingda. Ochingmi? Mana qaranglar. Orqalarni ham obograf qilgan. Zadnilar obograf. CarPlay. Apple CarPlay. Aka podsvetkalari bor. Qorong'ida cho'tga yoritib beradi. Buniki xil rang. Bunisini ham oching. Qaranglar. Insani qaranglar. Bo'lar ekanki, pikapda birinchi marta ko'raman shunaqasini. Pikapda shunaqasi. Ranglari juda chiroyli, har xil rangidan bor buni. Kattaligini qaranglar. Odamcha bo'lib qolamiz buni. Taroglari temirdan. Nodir aka aytadi, jigar bundan olmasang bo'lmaydi. 360 kameralari bor hamma joyda. Lekin juda zo'r ishlagan, narxiga stoyib. Solyarka 2.5 motor. 160 ot kuchi. 4x4. Bular resorli bo'lmaydi. Podveskasi e'tibor beringlar. Menga shaxsan yoqdi. Sizlar nima fikrlasizlar? Kommentariyaga yozib qoldiringlar. Javoblaringni har bir laynga javob berishga harakat qilaman. Savollaring bo'lsa, bemalol kommentariyada savol berishlaring mumkin. Olamiz. Nalichida bor, sotuvda bor, tayyor. Kimga yoqqan bo'lsa, biror shunday telefon nomeri qoldiraman, telefon qilib ma'lumot so'rashlaring mumkin. Sog' bo'ling.